Bu kinoaktyorning boyligi $720 million oshiq, lekin u umuman pulini hashamatga ishlatmaydi va isrof qilmaydi. Arzon kafelarda ovqatlanadi. Yilda bir marta qimmat burger o'ziga sotib oladi. U ham o'zini tug'ilgan kunida. Qimmat mashinalarni o'ziga olmagan va haydamaydi ham. Qimmat lyuks kiyimlar sotib olmaydi. Ko'pinchalik u piyoda yuradi yoki o'zi velosiped haydab boradi. Uning oilasi oddiy uyda Los-Anjelesda yashaydi. Qimmat remontlarsiz va qimmat mebellar ham sotib olmagan. Unda qayerga u o'zini pulni ishlatadi desangiz, kinolardan katta gonorar olsa ham, uning hayotini maqsadi pul emas deb hisoblaydi. U $110 million pulini bolnitsa qurilishlariga xayriya qilgan. Kambag'al oiladagi bolalar tekinga shu bolnitsada davolana olishlari uchun. $85 million pulini esa san'atkorlarni o'qitadigan universitetlarga xayriya qilgan. Kambag'al oiladan chiqqan bolalar yaxshi ta'lim olib, kinoaktyor yoki san'atkor bo'lishlari uchun. Undan tashqari $60 million pulini tabiat ofatlaridan usiz qolgan oilalarga xayriya qilgan. Agar siz obuna bo'lmagan bo'lsangiz, shunaqangi qiziq hikoyalarni ko'rmaysiz. Buning uchun obuna bo'ling.